Yigitlik burchini o'tashga tayyor bo'lajak harbiylarning vatanga qasamyod tadbiri o'tkazildi. Jarayon tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Vatanga qasamyod yurtimiz tinchligi hamda osoyishtaligini himoya qilishdek muqaddas burchni ado etishga bel bog'lagan har bir mard o'g'lonlarning tantanali va'dasi, shuningdek u vatan himoyasi yo'lidagi mas'uliyatli va sharafli vazifani o'zida mujassam etgan huquqiy hujjatdir. Uni qabul qilgan harbiy xizmatchilar ushbu kunni hayotining unutilmas oni va tantanali va'dasi deb bilishadi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Mazkur tadbirda so'zga chiqqanlar xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini, jamoat tartibi va xavfsizligini saqlashdek sharafli va mas'uliyatli vazifaga otlanayotgan o'g'lonlarimizga omad tiladi. Yosh askarlarning harbiy qasamyod qabul qilish marosimlariga jamoatchilik vakillari, ota-onalar va ularning yaqin qarindoshlari tashrif buyurishdi. O'z farzandining yigitlik burchini ado etishga kirishganini ko'rgan ota-onalar faxr tuyg'ularini to'lqinlanib gapirib berishdi. Biz Toshkent viloyati Parkent tumanidan tashrif buyurdik. Mana o'g'lim Navoiy viloyati askarlik xizmatiga chaqirilgan edi. Bugun qasamyodga keldik. Farzandlarim shu kasbga juda ham mehr qo'ygan, chunki katta farzandim ham o'tgan yili Namangan shahrida o'z xizmatli burchini o'tab bag'rimga sog'-salomat qaytdi. Iloyim bu farzandimga akasini yo'llarini bersin, u ham sog'-salomat bag'rimga qaytsin. Qolgan farzandlarimizga ham shu bolalarimizga yo'llarini bersin. Men farzandlarimdan juda faxrlanaman. Shunday farzandlarim borligiga, bolalarim yurtga xizmat qiladigan, pahlavon, mard, yigitlar, o'g'lonlar bo'lib yetishsin, prezidentimizga, yurtimizga himoyachi bo'lsin. Shuningdek, muddatli harbiy xizmatni o'tashga bel bog'lagan askarlar yaratilgan shart-sharoitlar hamda imkoniyatlardan mamnun ekanliklarini aytishdi. Navoiy viloyati, Navoiy shahrining harbiy qismi 75-32-qism, 1-batalyon, 1-vзвод, 2-guruhida 1 yillik harbiy xizmatni o'tashga keldim. Sharoitlarimiz a'lo. 3 mahal issiq ovqat beriladi. Harbiy qismimizda shanba-yakshanba kunlari bizda kino, turli xil sport o'yinlari, turli xil musobaqalar bo'lib o'tadi. Tadbir so'ngida harbiy orkestrlarning ijrosi, musiqali chiqishlar hamda harbiy xizmatga ko'nikma hosil qilayotgan yosh askarlarning ko'rgazmali chiqishlari barchani birdek hayratda qoldirdi va o'zgacha kayfiyat bag'ishladi.